I can talk about music. Men musiqa haqida gapira olaman. Pop and rock. Bular musiqa turlari. Ushbu musiqalarda har xil musiqa asboblarini ishlatilishiga ko'ra guruhlarga bo'linadi. Matnni o'qishdan oldin eng muhim so'zlarga qarab chiqamiz. Gitar, gitara, drums, barabanlar. Band, musiqa guruhi degan ma'noni bildiradi. Well known, famous, ya'ni mashhur so'ziga sinonim bo'la oladi. Be able to, biron narsani qila olmoq. Unable bo'lsa o'sha narsani qila olmaslik degani. Download music, musiqani ko'chirib yuklab olmoq. Single, diskdagi bir dona qo'shiqni single deyiladi. Number one, demak hafta davomida eng yaxshi o'rinda turgan qo'shiq birinchi raqamli qo'shiq deyiladi. The singles chart, qo'shiqlar ketma-ketligi. Ya'ni bir hafta davomida qaysi qo'shiq birinchida, qaysi biri oxirida buni aniqlab beradigan jadval hisoblanadi. Album, judayam ko'p qo'shiqlarni jamlanmasi, kamida 10 ta qo'shiqdan iborat bo'ladi. Lead singer, eng muhim qo'shiqchi, ya'ni guruhdagi eng muhim qo'shiqni aytadigan insonga nisbatan ishlatiladi. Classical music, klassik musiqada ishlatilishi mumkin bo'lgan so'zlar. A concert, konsert. Conductor, dirijor. Orchestra, orkestr hisoblanadi. Violin, skripka, violinist, skripkachi. Piano, pianina, pianist, pianinachi. Opera singer, operada qo'shiq aytadigan inson. Performing, o'sha narsani ijro qilib berish, ijro ma'nosida keladi. Cello, demak katta skripka. Cellist, uni chaladigan inson. Composer bo'lsa kompozitor, ya'ni bastakor hisoblanadi. By so'zi biron kishi tomonidan degan ma'noda keladi. We say a book by Tolstoy, a song by Robbie Williams, a symphony by Mozart, a painting by Picasso, a film by Martin Scorsese. Albatta inson va uni ijodini ko'rsatish uchun ishlatamiz by so'zini. Avval o'sha inson yozgan asari, qilgan ishi va keyin bydan keyin uni ismi.